Assalomu alaykum kanalimizning obunachilari, doimiy bizani kuzatuvchilar. Mana bugun sizlar uchun Bao kompaniyasiga tegishli Tur 8 Akola drabelkamizni obzorini qilib o'tamiz. Mana 9ZR Tur 8. Bu Tur 8 tonna soatiga ob'yomda nima xashagimizni, huli quruq xashagimizni chiqazib beradi. 4 kilovatlik motor bilan, max motor bilan jihozlangan, mana 100% mis motor. Garantiyalari bor bularni, 6 oy servis xizmatlari bor. Moylanadigan podshipniklar bilan jihozlangan, ikkita remen bilan harakatlanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, ikkita remenlik. Motorlarni mana baquvvatligini ko'ryapsiz. Mana avtomatchasi bor. Bu yog'i endi bularni mana kabel bilan davom etib uchun bularga rezitka qo'yilmagan, chunki siz o'zingizga moslab kabel tortib, yana to'g'rilab olishingiz uchun mo'ljallangan. Buni uzunligi 180, lentalar 30 sm bo'ladi. Eni mana ko'rishingiz mumkin. Atsenka qilingan bularni, xromlangan mana bu lentasi zanglab qolmasligi uchun. Mana bu joyida mana xashaklarimizni mana ligirovka qilishingiz mumkin. Mana xolostoy xotda va mana bu tezroq va mana bunisi sekinroq. Bu tezroq, sekinroq degani yirikroq, maydaroq xashak chiqarish mumkin. Buni yana bir jihatlariga keladigan bo'lsak, mana balonlarni ko'ryapsiz. Podshipnikli balonlar, baquvvat balonlar qo'yilgan. Nargisi tormozlik, hattoki tormoz qo'yib qo'ysangiz joyida xohlagan joyga buni mana ko'chirib borish mumkin. Mana og'irligiga qaramasdan xohlagan joyga ko'chirib borishingiz mumkin. Buni og'irligi salkam 180 kiloga yaqin. Mana bu korpusni o'zi 127 kilo. Motori 36 kilo hisoblanadi. Balonlar, boshqa mayda-chuydalari bilan 180 kilo og'irlikka ega bo'ladi. Bu Bao kompaniyasiga tegishli Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri birinchi qo'l. Mana skladimizda yetarlicha bor. Nargi skladda bu joylangan turibdi. Obzorda ko'rsatib boramiz. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Narxlar bilan bemalol o'sha murojaat qilib bilib olishingiz mumkin. Dastavkalari bor, mutlaqo bepul. Endi esa ishlash jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Bu Akola drabelkamizni mana hozir poya bilan mana bu yong'oq pressni o'tkazib ko'rsatib beramiz. Hozir bitta yana bir bog' qo'shamiz. Avval mana buni qo'shib ishlatib ko'rsatib beramiz hozir. Bismillah. Mana endi bitta sizlarga buni ko'rsatib beraman. Qarang mana. Bu juda ham qattiqligini bilasiz. Mana qarang, yumshoqqina qilib molga yuqadigan qilib chiqazib beryapti. Buni agar shunday presslay bersangiz buni yemaydi-da. Buni o'tkazgandan keyin qarang qanday mayin bo'lyapti buni. Bemalol har qanday molga, qo'yga bersangiz qoldirmaydi, umuman nishqit qilmaydi. Endi poya chiqazib ko'rsatib beramiz. Poyamizni hozir mana tanasini qarang, bitta ko'rsatingda qara qattiqligini. Buni hozir shundaylar bersangiz bu musorga chiqib ketadi-da, yemaydi-da sigirlar. Mana qattiq juda ham. Mana hozir mana shuni ham chiqazib sizlarga ko'rsatib beramiz. Qanday qilib chiqarishini ko'rasizlar. Qarang buni endi mana. Bak, qotib qolgan mana tanalarni qarang. Mana. Yumshoq mayin qilib maydalab berdi. Buni bemalol beraverasiz endi. Hech qanaqa nishqirt qilmaydi buni. Sizga ozgina kepak sepib bersangiz, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Umuman yuqadi ham, bemalol atqotam chiqazmasdan yeydi. Bu drabelkamizga keladigan bo'lsak, modelimizga mana ko'rsating buni modelini. Tur 8 Akola drabelkamiz hisoblanadi. Mana soatiga 4 tonna 8 xashagimizni maydalab berishga mo'ljallangan. Motori 4 kilovatlik toza mis motor. Bao kompaniyasiga tegishli Xitoydan keladi. Lentali hisoblanadi. Uzunligi 180 hisoblanadi buni. Bularni mana almashtirib bemalol
tezroq, mayinroq chiqarishingiz ham mumkin, yirikroq chiqarsangiz ham bo'ladi. Mana razmerlari bor. Almashtirib mana bemalol mana bunisiga qo'ysangiz, ozgina yirikroq chiqazadi. Bunga qo'yadigan bo'lsangiz mana mayinroq, hozir maydasida chiqazaveradi. Hozir ishlab pichoqlarni ham ko'rsatib beraman sizlarga hozir. Mana ishlagandan keyingi holatini, ichlarini bitta ko'rsatib beray sizlarga. Kalyonni pichoqlar bilan jihozlangan bular. Mana ichini ko'ring, qarang. Mana bog' deb yozilgan pichoqlarga ham ko'ryapsizmi? Kalyonni pichoqlar. Mana tishlarni qarang, bu pichoq. Bu yerda ham pichoq bor, ham o'tlarni haydab chiqazib beradigan mana bular tig'lar bilan jihozlangan. Mana ishlash jarayonlarini mana sizlarga qo'yib berdik, ko'rsatib berdik, ishlatib mana foya mahsulotlarni har xil hashaklarda o'tkazib ko'rsatdik. Bularning narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 5 million 300 ming bilan O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Toshkent shahriga kirib kelishda Ark blokka qarama-qarshi tomonda joylashgan manzilimiz. Arentir Erkin Post. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingiz chiqmasin.